Mana akalar, bu holatda drabilkadan chiqqan beda pristni o'zi mana. Beda pristni aralashtirib soldik mana. Bu mana. Ko'rib o'tishinglar mumkin. Qanaqa qo'rim chiqargani, granulyator sotib olishda nimalarga ahamiyat berish kerak? Chorvachilik uchun, parrandachilik va baliqchilik, undan tashqari quyonga va otlar uchun ham bemalol mana bu granulyatorlarimizdan qo'rim chiqarib berib foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Bularimiz 220 dan 380 gacha bo'ladi ob'yom uchun va soatiga necha kilodan necha tonnagacha chiqarishlarini ko'rsatib o'tamiz. Mana bulari 380 volt ishlaydi. Hammasi aholiga xizmat ko'rsatish, yem do'konlarga, tegirmonni yoniga qo'yib, qo'shimcha biznes qilib, qo'rim o'zini ratsioni bo'yicha ishlab chiqarib, biznes qilib sotaman deganlarga mana bunaqa ob'yomga soatiga 200 kilo, 300 kilo va bunaqa gigant 1 tonnagacha chiqarib beradigan granulyatorlarimiz bor. Videoni boshlashdan oldin manzillarimizni ham aytib o'tamiz. Andijon aeroportining yo'li Kumbozorda joylashgan. Kanalimizda yangi kuzatib borayotgan bo'lsangiz, obuna bo'lib, like bosib kuzatib turing. Hozir o'tgan safargi videomizda 160 modelini ishlatib bergan edik va bu 200 modelini bugun ishlatib ko'rsatib beramiz. Bu universal granulyator bo'ladi. Xo'p, bunda hashayni ham don mahsulotlarga aralashtirib, qo'rim qilib, mana bunaqa har xil turdagi qo'rim qilib chiqarishingiz mumkin. Ikki xil razmerda o'zida bo'ladi. Matrisa razmeri 3 lik bilan 6 lik bo'ladi. Ya'ni asosiy chorvachilik, parrandachilikga, bunisi chorvaga ketadi 6 ligi, parrandachilik esa o'zida turgan 3 ligi bo'ladi. Hozir 6 likda sizlarga ishlatib ko'ramiz. Bu 1 soatiga 100 kilodan 150 kilogacha har xil turdagi don mahsulotlar, hashaylarni aralashtirib, mana bunaqa qo'rim qilib chiqarib beradi va motor qismiga keladigan bo'lsak, 100% mis odmotkalik 4,5 kilovat bo'ladi, 220 ga ishlaydi. Necha tok ishlatayotganingiz mana bu datchikdan ko'rsatib turadi. Ikkita remen orqali harakatlanadi. Bu 200 dan yuqori bo'lgan toklarga tavsiya qilamiz, chunki past tokka bu yanchi bera olmaydi, prisi yaxshi chiqmaydi. 160-170 toklarga unaqa pris yaxshi chiqmaydi. Sababi mis motorligi uchun past tokka ishlamaydi. Unisini ham aytib o'tamiz. Keyin buni korpuslari temirli bo'ladi. Xitoy zavodskoy narsa. Cho'yanli yonlib ketyapti deyapti. Cho'yanlik ham nimaga yonlishini sababini aytib o'tamiz. Mana bu 160 lik modelligimiz cho'yan korpus bo'ladi. Bunda hashay chiqarib ko'rmoqchi bo'lib, hashayni ko'p miqdorda chiqarib olgani uchun bu cho'yanlik yonlishi mumkin. Bu o'zi zavodskoy don mahsulotlar uchun bo'ladi. Bu 200 modelligimizda umuman cho'yan joyini o'zi yo'q. Ko'rib o'tishinglar mumkin. Polni temir korpus bo'ladi. Sizlarga yetib borishi ikkita matrisa, bitta o'zidagi bilan va mana shunaqa ko'rinishda boradi. O'zida chiqqan katalogi bilan mana zavod tarafdan berilgan. Mana shunaqa boshqa bu kompaniyaning boshqa chorva texnikalari ham bor va zavod tarafdan berilgan mana bunaqa futbolkasi. Mana futbolkasi bor va matrisa kulichi bor. Mana undan tashqari matrisa va matrisani apkatga qopi bo'ladi bunda. Bu o'zi qora bo'ladi, oqartirish uchun boshda bir marta apkatga qilinadi. Hozir bunisini tayyorlab olganmiz. 6 litr 80 ga 90 korobka moy ketadi bu yerga 6 litr va bu datchigidan o'zi ko'rsatib turadi mana. Ko'rib o'tishinglar mumkin. Bu rasxod qilmaydi. Soatiga qarab almashtirib turiladi. Ya'ni soati qanday moyni sifatiga qarab almashtiriladi. Bu joydan qo'yiladi, mana bu joydan to'kiladi mana. Qo'yilib to'kilishlari. Hozir buni qizdirib ishlatib olamiz mana.
Hozir mana ratsionimizni tayyorlab oldik. Bunda har xil turdagi don mahsulotlar hamda beda presti drabilkadan o'tgani bor mana. Ozgina namgarchiligi ham bor. Asosiy donga qarab, hashakka qarab 10% dan 15% gacha bunga namgarchilik ketadi. Mana. Mana akalar, bu holatda ishlayotgan holatda necha tokka ham ishlatayotganingiz ko'rinib turadi. Mana ko'rib o'tishingiz mumkin. Bizni skladimizda hozir do'konimizda 200 dan atrofi ekan tokimiz. Hozir kabelimiz uzun. Shuning uchun hozir to'ldirib solib qo'ymayapmiz. Mana. Surib, tokka qarab surib turasizlar mana. Ko'rib o'tishingiz mumkin. Bu tarafdagi rasvodga qarab bu yerdan solasiz. Mana. Ishlash jarayoni. Mana. Juda ham issiq. Juda ham issiq holatda tushadi mana. O'zingizni chorvaga yo parandaga tayyorlagan ratsioningiz bo'yicha shunaqa ko'rim qilib chiqarib bersangiz, ishlatib foydalansangiz bo'ladi bemalol. Hozir biz o'zimiz imkoniyatdan kelib chiqib beda press chiqardik va donga aralashtirdik. Drabilkadan chiqqan beda pressni aralashtirib soldik mana. Drabilkadan chiqqan beda pressni o'zi mana. Mana. Hech qanday don aralashmasi yo'q. Bu hashakimizni o'zi juda ham issiq. Ko'rib o'tishingiz mumkin. O'zingizni ratsioningizga qarab chorvaga yoki baliqqa, parandaga qanaqa ratsion berayotgan bo'lsangiz, shularni aralashtirib bu 200 modeldan universal granulyatordan mana bunaqa qo'rim mahsulotlar umuman isrof bo'lmaydi mana. Bu beda pressni va don mahsulotlarini aralashtirib chiqarilgan holati bu qo'rimda. Mana bunisi esa bu beda pressni o'zi, o'tni o'zi bu mana. Ko'rib o'tishingiz mumkin. Qanaqa misol uchun ratsion bo'lsa, hashay aralashgan ratsion ham bo'lsa, bu universaldan chiqarib bersangiz, umuman isrofgarchilik bo'lmaydi. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, Makka donni o'zi bu. Ozgina suv qo'shib oldik bunga. Mana buni chiqish jarayoni. Mana hurmatli kuzatuvchilarimiz, Makka donni o'zi, buni chorvaga, ya'ni qo'yga bersanglar bo'ladi. Molga bo'lsa tavsiya qilmayman, chunki mana bunaqa sindirganda ham prislab yoradi, oshqozoniga yuqmaydi bu. Drabilkadan chiqarib, bundan keyin solishinglarni, bunga keyin solishinglarni tavsiya qilaman. Molga bo'lsa mana bunaqa silliq qilib chiqarib beradi. Ora-orada mana bunaqa singanlarni ham prislab beradi. Shuning uchun bu molga bo'lmaydi. Hozir men ichida tugab qoldi. Drabilkadan chiqarib, qo'rim qilib chiqarib bersanglar bo'laveradi bemalol. Makka donni o'zi bu.
Mana akalar ko'rib o'tishinglar mumkin. Bu beda presti o'zi bundan chiqqandan keyin sal sovutiladi. Juda ham issiq bo'ladi. Bu o't va donlarni aralashgan holati. Mana bulari esa makka donni o'zi bo'ladi. Mana ko'rib o'tishinglar mumkin. Kimga qanaqa ratsioni bo'yicha shu joyda o'ziga olib kelsa, ratsioni bilan birga shu joyda o'zida ishlatib, tekshirib, eksperiment qilib, keyin sotib olishi ham mumkin bo'ladi. Manzillarimiz Andijon aeroportining yo'li Qumbozorda joylashgan. 220 likdan 380 likgacha kattaroq ob'yomga ko'rim chiqarib beradigan granulyatorlarimiz bor o'zimizda va necha kilodan necha tonnagachasi kerak bo'lsa bemalol pastdagi raqamlarga murojaat qilishinglar mumkin. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Bizni kuzatishda davom eting. Sizlar uchun manfaatli videolar chiqarishda davom etamiz. Keyingi videolarimiz 380 lik granulyatorlarimiz haqida bo'ladi. Qiziq videolar o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'ying.